Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamma sog' salomatmi, yaxshi ishlab yotibdimi? Aziz vatandoshlar, mana har doimgidek uyda chornisini ko'rsatib boryapmiz. Mana bugun o'zimizni Pazdorg'om tumani Ravot qishlog'idagi Sardor akaning xonadonini boshlaganmiz. Mana chornisini birinchi ko'rsatib o'tamiz. Bu safar ekonomishni variantda bo'lgan, ya'ni rasxoti kam. Masalan, 1 kvadrat joyga 1,5 kvadrat tunuka ketadigan fason bo'lgan, hurmatli obunachilar. Bitta oddiy fason ham uyga qanchalar chiroy qo'shishini bitta ko'rib o'tamiz. Mana ketdik, tomosha qilamiz. Alaykum aziz obunachilar, yana bir bor mana o'zimizda Arabda, Ravotdagi ishimizni boshlaganmiz. Mana savol boshlandi. Hamda endi yo'l rasmini ko'rsatib o'tyapmiz. Chiroyiga qancha chiroy qo'shishini ko'ramiz. Bu taraflarım yapıladi. Mana shu narsa bitgandan keyin ko'ramiz qanday chiroyli bo'lishini. Uyda chiroyiga qancha chiroy qo'shishini ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdik uyda ahvolini, chiroyini, nulovkasini, chornisini polni ko'rdik. Endi mana ish yakunlandi. Uyda orqa tarafi mana Sardor aka xonadonining kazirog'i mana. Uyda chiroyiga qanchalar chiroy qo'shganini bitta baho berasizlar o'zlaringiz. Tinikafonimiz qanchalar chiroy qiladi. Endi ekonomishni variant, ya'ni uyda oldi ayvonni ko'rsatib o'taylik. Mana ketdik. Uyda orqa tarafi mana hurmatli obunachilar, ekonom variantdagi mягкий, skromni, chiroyli variantda. Mana ikkita svitinlik qo'yib berganmiz, ya'ni lyustra joy. Ekonom variantga bir xillar bo'lmaydi, qo'yilmaydi degan narsalarga maniki ekonom variantga ham lyustra joyda chiroyli qilib berganmiz. Ekonom variantni bitta narsasini e'tibor qilamiz. Keling, mana liniyaga bitta baho beramiz liniyaga. Ya'ni mana bu devor tubdagi liniya, o'rtadagi liniya, havuz chetidagi liniya, dalshi korpus liniyasi mana. Korpus liniyasi, dalshi kazirokti liniyasi. Bu degani 1, 2, 3, 4, 5 ta 5 xil liniya bir xil liniyaga alashib ketgan. Bitta hurmatli obunachilar, bu narsalarga oddiy variant bo'lsa ham, ekonom variant bo'lsa ham alohida mehr berilib, ya'ni liniyalarni to'g'rilab, bitta ham liniyani qochirmay, polni 5 xil liniyani chiroyli qilib berganmiz. Burchaklarga ham baho berib qo'yamiz. Burchaklar ham har doimgidek hamma burchak chotki, hamma narsasi joyida. Hurmatli obunachilar, mana ekonom variant chiroyli chiqmaydi. Qanday chiqadi deydi. Endi bu hayotda hamma narsa mehr bilan ishlashga bog'liq, e'tibor bilan mayda aksessuarchalarga ham e'tibor qilishlik juda любой narsani chiroyli qiladi. Ya'ni ko'p narsa mehrda deydi-ku aziz obunachilar. Mehr bilan ishlangan ishimiz oddiy variant, ekonom variant ham juda chiroyli, skromniy variantda chiqqan, hurmatli obunachilar. Bu yer общий buyurimiz $2000 bitdi, hurmatli obunachilar. $2000. Polni bitgan. Ya'ni uyda orqa tarafi, oldi tarafi, ayvonimiz, korpuslarimiz, xullas hamma joyiga mana. Bu tunikani kvadrati 135 ming so'mdan tushgan. 1 kvadrat tunikaga 135 ming so'mdan qilib berganmiz. Ustaqi, lesa, hamma narsasi ichida, hurmatli obunachilar. Ekonom variantdagi ishlarimiz ham sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqingizlar. Qari ko'bikcha variant,
zo'r variantlarimiz, ekonom variantlarni ham mana sizlarga taqdim etyapmiz. Bu ham juda chiroyli, skromli variantda chiqqan. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, sizlar uchun faqat yangilik qilishda, izlanishda davom etyapmiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammani ishiga omad, bilagiga kuch-quvvat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.